Очистка baraban funksiyasini ishlatayotganda hech qachon limonli kislota mo'yshiy sredstvolardan foydalanmaylik umuman. Juda ham ko'pchilik kuzatuvchilarimiz yozyapti menga, очистка baraban funksiyasini ishlatayotganda nima solish kerak? Limonli kislota, mo'yshiy sredstvodan unaqa narsalar solish kerak, shart emas umuman. Ozgina poрошок solsangiz yetadi, juda ko'p solish ham kerak emas. Nimaga desanglar, 30 stepkada bir marta tozalab tursanglar, bu kir moshinani ichki sistemalarini o'zi avtomatik polniy tozalaydi. Ya'ni kir moshinani ichki sistemasida qolib ketgan poрошок gellarni hammasini o'zi qaynoq suvda 95 gradus suvda yuvib tushiradi. Hisobiga limonli kislota mo'yshiy sredstvolar solmaydi. Sababi kir moshinani ichida suv o'tadigan shrankalar hammasi germetika qilingan bo'ladi. Suv oqmasligi uchun shu germetikalarga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Tiska baraban qilib bo'lgandan keyin har safar erinmasdan datarlarni olib yaxshilab yuvib qo'yinglar. O'shanda uzoq yillar mobaynida poрошок kastetkalar qolib ketib, xunuk bo'lib qoladi. Bundan tashqari, bir oyda bir marta почти har bitta kir yuvganinglardan keyin mana shu rezinkalarni yaxshilab erimasdan artib qo'yinglar. Sababi eng ko'p kir yig'iladigan joy, mikrobakteriyalar yig'iladigan joy shu bo'ladi. Sizlarga bitta foydali eslatma, bir oyda bir marta mana shu pastligi filtrini ham ochib, yuvib tozalab turinglar. Bu yoqda o'sha kiyimdan qolgan o'sha asabkalar, materiallar, sochlar, tanga, misol uchun kallar hammasi shu yoqqa tushib qoladi. Bu yoqni ham tez-tez ochib tozalab turishinglarni maslahat beraman. Mana shunaqa kir moshinamda bo'y texnika bo'yicha qiynayotgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Hammasiga bitta-bitta video chiqarishga harakat qilaman. Videomizga like bosib, podpiska bosish esdan chiqmasin.